Bir muxlisimiz Chinozdan mana kelibdilar. Zikriyo hozir o'raga kirib turib qo'y tanlashyapti. Xudo xolasa mana ikkita qo'zi qo'chqor tanlab chiqarishdi. Mana 130 kilo vazn bo'ldi. Mana shu qo'chqorlarimiz xudo xolasa Chinozga qarab turib ketdi. Chinozdan Zikriyo kelibdilar, qush keluvchilik bilan anchadan bir shug'ullanyapsizmi? Yoshlar shug'ullanib yurganmiz. Hozir mana Chinozdan bizani oldimizga kelib turib, mana shu ikkita chiroyli qo'zi qo'chqorlardan tanlashdi. Mana shularni baholisi Chinozga kuyov qilib olib ketishyapti. Qarang. Mana shu ikkalasi mana 130 kilo bo'ldi. Mashalloh. Mashinaga ortamiz, ko'rasizlar mana gilamlar bilan tayyor qilib salafonlari bilan kubitga joylashtirdik. Ana. Qani. Ana bo'ldi. Alloh barakasini bersin, yaxshi nasllar chiqsin. Oke? O'ziga yaxshi ko'rishinglar. Bundan-da kengayib ketaversin. Allohu akbar. Sizlarchi? Sizlar qayerda yashaysizlar? Sizlar qachon kelasizlar? Yoki hali ham o'ylab o'tiribsizlarmi?